variant ochiladi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizda buyrak tosh kasalligi bilan bemorimiz kelib uchraganlar Tojikiston Respublikasidan va ularda karal tosh, ya'ni marjonsimon tosh aniqlangan. Juda ham katta. Hozir ikkinchi etapini qilyapmiz. Birinchi etapida Vahankadagi, ya'ni buyrak jomidagi katta tosh olib tashlangandi. Hozir endi kosachalarni tozalash bilan bandmiz. Shu paytda fikr kelib qoldi, ya'ni kuzatuvchilarimizga foydali bo'ladi degan maslahatni bermoqchiman. Kimda karal tosh bo'lsa va sizga ba'zi bir shifokor kollegalarimiz agar qo'yavering, buni tegmay qo'yavering, shunday yuravering deydigan bo'lsa, bunaqa yurib bo'lmaydi. To'g'ri, bu 5 yil, 10 yil avval, даже 10-15 yil avval aytilardi. Agar karal tosh bo'lsa, tegmay qo'yaverish kerak, yuraverish kerak degan masala bo'lardi. Sababi u paytda hali endoskopik usullar juda rivojlanmagandi. Lekin hozirgi kungacha qo'shni respublikalarimizda ham ba'zi bir shifokorlar shunaqa deydi. Shunga bu bemorimiz ham shifokorlar undovi bilan o'zlarini qaratmay yuraverganlar va pochkani ancha qismi zararlangan. Lekin tekshiruv qilganimizda 45-50% ishlayotgani aniqlangandan keyin biz toshni olib tashlashni boshladik va mana hozir ikkinchi etapni bajaryapmiz. Lekin o'ta qiyin operatsiya. Mana qo'lingizda ko'rib turganlaringizdek, u har bittasini tozalab chiqish kerak. Endi buni shu operatsiya bilan shug'ullanadigan odam biladi. Shunga nima demoqchiman? Sizda tosh aniqlandimi? Buni oxirigacha olib boring, ya'ni befarq bo'lmang. Sizda pochkaning ichida marjonsimon karal ko'pgina toshlar bor, tegmay qo'yavering, shunday yashayvering desa, bu gaplarga ishonmang. Sababi hozir bularni polностью tozalashda ilojisi bor. Ya'ni pochkani zararlamasdan uning ichidagi toshlarni olib tashlashning ilojisi bor уже. Shu narsani aytib qo'ymoqchiman. Kimda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, tegishli o'sha urolog mutaxassislarga, shu ishlar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislarga murojaat qilishlaringiz eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.